2025-yil 1-may prits o'riklari mana deyarli terimga tayyor, boshlasa ham bo'laveradi. Kecha bir kun oldingi videoni qo'ygandim, 30-apreldagi. Mana ko'rish mumkin, bir kunda qanchalik o'zgarish bo'lib ketdi. Bir kunlik issiq hisobiga mevalar deyarli terimga tayyor holatga keldi. Ko'rish mumkin. Holatini hosillar. Boshqalarni ham ko'rsataman. Deyarli tayyor, bemalol boshlasa ham bo'laveradi terimini. Boshqa daraxtni ham ko'rsataman. Hosilni ko'rsatsa bo'ladi. Ushbu nav ko'kdan sariqqa uchishga boshlagandan keyin juda tez yetilishni boshlaydi va juda tez o'ziga massa yig'ishni boshlaydi. Nisbatan kichikroq holatda edi, mana 2-3 kun ichida deyarli 2 barobar o'z massasiga nisbatan yana massani qo'sha bilgan. Hosilni ko'rish mumkin. To'g'ri ko'rsa bo'ladi. To'g'ri agrotexnik tadbirlar o'tkazilganda yirik, chiroyli nav, haligi rangi ham bo'g'iq emas, yangi ham yaltirab turadi, qizil sariq tusli bo'lib, chiroyli.